hozir sizga quloq uchun ajoyib tomchini aytaman. Bu ta'siri zo'r. Xudo xolasa shuni quloq shamollashlariga, quloq eshitmay qolish holatlariga tomizsa ajoyib ta'sir bo'ladi. Xudo xolasa. Mana bu shaftoli bargi. Shaftoli bargidan misol uchun deylik 5-6 bo'lak, balkim 10 ta dona olasizda. Tomchi, ya'ni bargini suvini olasiz. Bargini suvini olganingizdan so'ng to'g'ri suv juda kam chiqadi. 5 tomchi chiqadimi, 6 tomchi chiqadimi, shunga yarasha olib, bunga ozgina ilitib buni shpritsga tortasizda. Shprits ignasi olib tashlanadi. Deylik 2 lik shprits, kichkina shpritsga olib tortib, buni ozgina kaft haroratida isitasiz yoki bironta deylik issiq pechka oldiga borib ozgina isitib quloqqa tomizilsa, agar bunga bir 2 tomchi achchiq bodom qo'shib tomizilsa, quloqni shamollashlariga, eshitishda suslik holatlariga juda yaxshi natija, yaxshi shifo bo'ladi. Foydalanib ko'ring. Ziyoni yo'q. Faqat kuniga bir mahal tomizasiz. Kechqurun. Sovuq mahsulotlar, buni tomizish davomida sovuq mahsulotlar, muzlatgichdan chiqqan mahsulotlar mumkin emas. Bu tabiiy tomchini telefoningizda saqlab qo'ying. Qulog'i og'riydigan, qulog'i yaxshi eshitmaydigan insonlarga, yaqinlarga jo'natib qo'ying. Avvalo bunday holatlar bo'lmasin. Alloh shu bir sabab bo'lib shifo topsa, xursand bo'lamiz. Yana bir telefon raqamlarimiz bor. Agar bundan nimadir bezovtalik bo'lsa, 90lik Beeline 909 66 03 ga Telegram orqali yozsangiz, yo'l yo'rig'ini tushuntiramiz. Nafas yo'li shamollashlariga, tez gripp bo'lishiga ajoyib o'simlik bargini aytaman. Hozir buni bilib olsangiz foydadan xoli bo'lmaydi. Har xil turdagi dori mahsulotlarini foydalangandan ko'ra bundan choy damlab ichsangiz ajoyib choy bo'ladi. Mana bu o'zimizda ma'lum mashhur biladigan qulupnayni bargi hisoblanadi. Qulupnay bargini soya salqin joyda olib quritib qo'yasiz. Quritib qo'yganingizdan so'ng quyosh nuri tushmagan bo'lishi kerak, chunki xlorofil donachalari tushib ketadi bunda. Buni olib 3-4 bo'lagini donasini olib 1 litr choynikka solib qurigandan so'ng choy qilib damlab ichsangiz, nafas yo'li shamollashlarga yaxshi foyda qiladi. Ozroq asal qo'shsangiz ham bo'ladi, ta'bga yarasha. Bo'lmasa o'zini damlab ichsangiz bo'ladi. Bu kabi ajoyib choylar, ya'ni tarkiblar Alisher Abdullayev YouTube kanalimizda va Instagram sahifalarimizda kuzatib borishingiz mumkin. Bulardan qanaqangi salbiy bezovtalik holatlar bo'ladigan bo'lsa, videolarimiz davomida telefon raqamlarimiz bor. Shu telefon raqamlarimiz orqali telefon qilib bog'lansangizlar, o'sha holatlardagi bezovtaliklarga, ya'ni maslahat beramiz. O'shanday holatlar bo'lmasligi uchun. Sog' bo'ling. Profilimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan-da yaxshi ajoyib tabiiy usullar bizning profilda bo'ladi, xudo xolasa. Qon bosimi uchun, ya'ni davleniya deyiladi rus tilida. Gipertoniya zamonaviy tibbiyotda nomlanadi bu kasallik. Bunga foyda qiluvchi ajoyib o'simliklardan biri, ya'ni qon bosimini tushiradi, qonni nihoyat darajada suyultiradi, jigarni ham tozalaydi. Bunga ajoyib o'simlik tavsiya ko'rsataman. Buni bu videomizni telefoningizga saqlab qo'ying va qon bosimi bilan bezovta qiladigan bemorlarga, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Alloh bir sabab bo'lib, ana shu giyohdan bir sabab bo'lib shifo topsa, boshimiz osmonga yetadi. Bu o'simligimiz shoxtara deyiladi. Shoxtara deyiladi. Shotara deydi ayrim ilmalarda. Shoxtara o'simligimiz. Bundan quritib qo'yasiz soya salqin joyda. Quritib qo'ygandan so'ng 2-3 gram, ya'ni 1 choy qoshiqcha to'ldirib, yarim litr choynikchaga choy o'rnida damlab ichilsa, 1 litr, yarim litr kun davomida yuqorida aytib o'tgan kasalliklarga ancha shifo bo'ladi. Hozirgi kunda global darajada bo'lib ketadigan bu davleniya, ya'ni qon bosimi, ya'ni gipertoniya ajab emas, bitta shu giyoh sababli anchagina bir organizm taslim topsa, har doim har xil dorilarni mo'mabiylarimiz, xolalarimiz, yoshi katta buvalarimiz deylik, har xil turli xil tabletkalarni kistasiga solib yurib, vahima bilan yurishdan yiroq bo'lsalar. Bu qon bosim uchun yana qo'shimchasiga parallel ravishda olib borish mumkin. Ya'ni sunnati deb har bir musulmon shu sunnat deb hisoblangan hijoma va zuluk qo'yishdi, ya'ni gruda terapiyani birga parallel ravishda olib borilsa, undan ham yaxshi natija bo'ladi. Va Alisher Abdullayev YouTube kanali, Instagram, Odnoklassniki, TikTok kabi internet sahifalarida telefon raqamlarimiz bor. Bu videoni saqlab qo'ying, manfaatli bo'ladi. Yanada yaxshi videolarni qo'yib boramiz degan bahorda rejalarimiz bor. Sog' bo'ling, omon bo'ling. 20 kun oldin yurak sanchiq bilan keluvdingiz, ha? Yurak sanchiq. Ichingiz qotmaymidi? Giyoh malhamlarini berdik. Qanday bilindi o'zingizga hozir? Ha, yaxshimi? Yaxshi, ha? Demak, o'sha malhamlarni ichgandan keyin hozir yaxshi, ha? Anchagina. Yaxshi ko'rsatamiz.
Ranglaringiz ham yaxshi. Hozir sal boshda og'riq bo'lyaptimi? Ozroq kechqurun hozir ertalabim ozroq kamgina og'rib turibdi. Dori ichganim yo'qda, shu chayimdan damlamamdan bor edi, shundan ichib turibman. To'xtatganim yo'q. Yaxshi. Shakardagi qolmadi, bunasini ichib turibman. Yaxshi, shifo bersin. Sababchi bo'laylik. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sog'omamisiz? O'tgan hayitlar bilan tabriklaymiz hammani. Hozir jigar uchun ajoyib giyohni ko'rsataman. Xohlasa manfaatli bo'ladi. Mana bu ma'lumi mashhur qoqi o'simligimiz. Bundan ozroqgina piyolachaga tuz olib, kichkinaligimizda ko'p iste'mol qilgandik. 2-3 bo'lagini olib tozalab yuvib, avval yuviladi. Keyin yarim piyola tuzcha olib, tuzga botirib yeyilsa, ishtahani ochadi, askarbinkega boy, jigarni tozalaydi, ko'z nuriga ham yaxshi foyda qiladi. Gulini ham olib, soya salqin joyda quritiladi. Quyosh nurida emas. Bundan choy damlab ichsa yoki bo'lmasa suvga solib nastoyka deymiz. Ya'ni suvga solib eritma qilib ko'z yuvilsa, ko'zdagi allergiyalarga yaxshi foyda qiladi. Va choy qilib damlab ichsa, o't qopini tozalaydi, jigarni tozalaydi. Ana shunday ajoyib xususiyatga ega o'simlik bu. Foydalanib ko'ring. Faqat kerakli insonlardan kerakli ma'lumotlarni olib foydalansak, Alloh bir shularni bir sabab qilsa ajab emas. Bu qoqa o'simligini kuniga 2-3 mahal tuzga botirib o'sha yuqorida aytib o'tilgan usulda yeyilsa, ajoyib jigarga, ishtahaga yaxshi, foydali o'simliklardan biri hisoblanadi. Assalomu alaykum aziz insonlar. Ana bizlar kecha Farg'ona Lavandula fermer xo'jaligidan lavanda nihollarni qabul qilib oldik. Yaxshi, ana ekishni boshladik. Ekish jarayonidamiz. Hozir mana yordamchilar ekib boshladi. Xudo xolasa, o'zimizda ham ozroq joy bor edi, yanada kengaytirishni niyat qildik. Yaxshi, pochta xizmatlari ham ancha vaqtida ukalarimiz ham ancha yaxshi xizmat qilib, yaxshi taxlab jo'natishibdi. Minnatdorchilik bildiramiz. Nurlar uzoq bo'lsin. Yana hamkorlikni davom ettiramiz, niyatimiz bor, xudo xolasa. Hozir ekish jarayonida lavanda o'simligi, ya'ni istiqudus deydi buni, ikkinchi nomi. Bu giyoh bilan, ya'ni bu o'simlik guli bilan bizlar kamida 15-16 yil bo'ldi boshqa ishlatganimizga. Ko'p choylar tarkibidan foydalanamiz va o'zini alohida ishlatamiz ham. Ta'siri juda yaxshi, shuning uchun niyat qildik yanada ko'paytirishni, yanada xalq tovatida ajoyib damlamalar tayyorlashni niyat qilganmiz. Xudo xolasa shuning uchun Farg'ona Lavandula fermer xo'jaligidan shu ko'chatlarni oldik. Yaxshi niyat bilan ekishni boshlaganmiz. Xudo xolasa ekishni tugatib qolamiz. Yordamchilar qizg'in ekishlar davom etmoqda. Shu fermer xo'jaligini ishlariga rivoj tilaymiz. Baraka topaylik inshaalloh, baraka topamiz ham. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bizni Alisher Abdullayev YouTube kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Bundan ham yangi ma'lumotlarni, yangi g'oyalarni berib boramiz, e'lon qilib boramiz yangiliklarni. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.